Nima uchun Qur'ondagi bu kalimani ikki xil o'qish mumkin? Yunus surasini 30-oyatida keladi. Hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat deb keladi. Ya'ni qiyomat kunida mahshar maydonida har bir jon o'zini qilib o'tgan ishlaridan so'raladi, ya'ni o'sha bilan sinaladi degan ma'noda keladi. Bu ikkinchi vajh. Hamza qiroati, Kisoy qiroati mana shunday o'qiydi. Hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat. Ya'ni har bir jon o'sha yerda mahshar maydonida o'zi qilib o'tgan ishlarini, amallarini o'qiydi. Ya'ni tatlu kalimasi bilan tablu kalimasi ishlatiladi mana shu joyda. Bu joyda ma'no o'zgaradimi deyishingiz mumkin. Ha, ma'no o'zgaradi, lekin ma'no buzilmaydi. Nima sababdan bir qiroat imomi mana bunday tablu qilib o'qiydi, boshqa qiroat imomi esa tatlu qilib o'qiydi? Chunki oldingi mushafda mana bunday yozilgan, harakatlari, nuqtalari bo'lmagan. Bitta nuqtani o'zgarishi bilan bitta kalima o'zgarib ketyapti. O'sha davrda islom dini keng tarqalib, ajamlar orasiga kirib kelgandan keyin ajamlar o'rganishligi, o'qishligi oson bo'lishligi uchun, ular o'rganishligi uchun mana shunday harakat va nuqtalar joriy qilingan. Ungacha mana shunday harakatsiz yozilgan. Mana shu sababdan ham qiroatlarda o'rganganingizda mana shunday ixtiloflarga duch kelishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying, yaqin do'stlaringizga bu videoni ulashib qo'ying.